28 dona 20 kilovatli kotellarimizni o'z egalariga berib yuboryapmiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Aloqada yana kotel Fergana. Bugun 12 aprel 2025-yil. 28 dona kotellarimizni doimiy mijozlarimizga yetkazib beryapmiz. Bu mijozlarimiz qishki kunini yozda o'ylashadi. O'shalarga yetkazib beryapmiz. Xudo xolasa mana oxirgi hozir qadoqlash jarayoni tugayapti. Mashinani kutyapmiz. Xudo xolasa o'zlarini egalariga chiroyli qilib mana shunaqa strech upakovkalarda kraskalarni shilinmagan holda jo'natib yuboryapmiz. Skladlarimizga kelganmiz bugun. Qadrli do'stlar, Xudo xolasa hali ish ko'payib ketmasdan turib, mana bir oydan keyin sezon boshlanib ketadi. Yetkazib berish sal muammo bo'lishi mumkin. O'shanga yozgi kunida, bahor kunlarida zakaz qilinglar. Hali ozgina kotellarimiz qolgan. Bizni skladlarimizda hozir 10 kilovatdan 120 kilovatgacha bo'lgan kotellar bor. Xudo xolasa kotellarimizni sifatiga, kraskasiga bir e'tibor berasizlar. Alohida tema bu. Logotiplarimiz, hamma yo'limiz bor. Avtomatikani ham eng sifatliligi qo'yiladi. Mana relaylar, ulitkalar, termodatchiklar, hamma narsa bizda sifatli. Ishlatgan odam o'zi biladi. Xudo xolasa ma'lumot uchun raqamlarimizga bemalol aloqaga chiqinglar. Nima ma'lumot kerak bo'lsa berib o'tamiz. Qadrli do'stlar, xatolar uchun uzr so'rab qolamiz. Ustamiz, bloger biz doim aytaman shu narsani. Imенно kotel bo'yicha любой savollar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Javob berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Yaxshi kunlaringda ko'rishaylik. Kotel Fergana doimiy hamrohinglar bo'lsin.